Ob'yom katta, sifati zo'r. Birinchi qo'l optim ishlab chiqarish sexiga yetib kelganmiz do'stlar. Bu yerda xo'p, lesalar asosan, undan tashqari apalakkalar ham akalarimiz ishlab chiqar ekan va stullar ham bor ekan bu yerda. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, narxlari juda ham arzon lesalar do'stlar. Manzilimiz Farg'ona viloyati Buvayda tumani Dehqonobod kommentariyaga yetib kelganmiz. Ustakalarimizdan to'liq ma'lumot olamiz. Assalomu alaykum aka, hormatlar, charchamayapsizlarmi? Ob'yomni bosib tashlabsizlar aka. Narxlari nech pul bo'lib ketibdi xolos aka? Narxlarini arzon qilib beramiz. Olishiga qarab, ob'yomiga qarab kelishtirib. Xo'p, bu vodiyning standart lesalari aka. Ha, shunday. Xo'p, bitta tanishtirib bering endi o'zingiz. Yani buni razmerlari bo'yi 1 metrlik lesa. Yeni 94, bunaqasi ham uzunasi ham 194 bo'ladi. Stenalariga keladigan bo'lsak, to'rala oyog'i 1.7 stena, paddoni bilan birga 1.7 stena. Buni shotisi bilan kashagi 1.5 stenkadan qilingan. Bunimizning narxi 520 ming so'm qilamiz. Ob'yomga qarab yana kelishtirib beriladi. Dastavkalari ham shu olishiga qarab kelishtirib beriladi. Dastavkalar ham olishiga qarab, ha, olishiga qarab. Ya bunimiz shu 2 metrlik lesamiz. Bunaqasi 1.94, bunday 94. O'sha stenalari hozirga aytib o'tganimdek 1.7 ga 1.5 stenka aralashtirib qilingan. Xo'p, bu yerda ko'rib turganimizdek paddonlari ikki xil variantda bo'ladi. Xohlasa setkalikdan, buni yaxshi tarafi loypoylar tushib anaqa bo'lib shoxcha akalarga udobniy bo'ladi. Ya'ni loy ushab qolmaydi. Travertinchilar. Ha, travertinchilar. Bunisi mana bunaqangi plankali. Aka, narxi paddoniga o'zgarmaydimi? Yo'q, narxi o'zgarmaydi. Xohlasa paddonini setkali berib yuborasizlar. O'sha narxning ichida xohlasa palasali berib yuborasiz. Palasali berib yuboramiz. Qaysini tanlasa shundan qilib berilaveradi. Mana shu turbalardan chiqadi-da endi bu anaqa lesalar aka. Ha, shunday. Bunimiz narxi 620 ming so'm qilib beramiz. Endi bu ham olishiga qarab O'zbekiston bo'yicha yetkazib beriladi. Komplektida shu ikkita kashak, ikkita oyoq, bitta paddon bo'ladi. Bitta paddoni bo'ladi, ha. Bu paddonlar O'zbekiston bo'ylab bormi? O'zbekiston bo'yicha to'lovlari qanaqa bo'ladi? To'lovlar kelishilganda endi bu yog'i vaziyatga qarab anaqa qilinaveradi. O'zlaring tani shopirlang bo'lsa, borib berib yuborsa ham bo'laveradi, bo'lmasa ham klikdan tashlab berilaveradi. Klikdan ham tashlab berilaveradi. Har qanaqa variantga o'ynaveramiz sizlar. Mana shu joyda o'zlari ishlab chiqarar ekan do'stlar. Ob'yomlar juda ham katta. Aloqaga chiqaverasizlar, videoning tagida nomerlar qoldiramiz. Xo'p, aytilmagan ma'lumotlar nimadir? Ma'lumotlar mo'ljalida qolmadi. O'sha doim bizda 3-4 komplet atrofida tayyor turadi zaxirada. Ya'ni katta ob'yomda olmoqchi bo'lgan akalar bo'ladigan bo'lsa, bitta telefon qilsa, bir kunda ishini hal qilib berasizlar. Har xil vaziyatlar bo'ladi. Misol uchun bir kun kechqurun telefon qilishda 100 komplet lesa kerak Farg'onada. Ertalabga tekshiruv keladi. Shunaqa vaziyatlar bo'lib qolsa, sirasi chiqarib kechqurunmi, kunduzmi farqi yo'q, yetkazib berilaveradi. Ya'ni katta ob'yomda bitta telefon qiladi, chiqarib beriladi. Kutish anaqasi bo'lmaydi. Gap yo'q. Akalarimiz mehnatiga like bosib, gruppalarga tanish-bilishlar tarqatib qo'ysalar, kimgadir manfaatli bo'lib qoladi. Yana nimalar qoldi? Agar biz bera olmagan qanaqadir savollar bo'lsa, yani bu lesalarni kim oladi deydigan bo'lsa, asosan arendatorlar oladi. Arendatorlar. Ya buni kuniga, misol uchun, bir 20 komplekt olib qo'ysa, yangi qiziquvchilar ham olib qo'ysa, 3000 so'm, o'rtacha narxi 3000 so'm kuniga. Men o'zim uyimda bir komplektni 3000 yozadi arendaga. Kuniga 3000 so'm oladi. 20 komplekt bo'lsa 60 ming atrofida kuniga. 1 yil nari berida bemalol o'zini o'zi oqlab qolgan yillar davomida ishlatib yurishaveradi. Pul kelib turaveradi. Endi hozirgi kunda bu narsani bilmagan odam yo'q. Agar bu ma'lumot bilmaganlar uchun, agar misol uchun 20 komplekt olib qo'yadigan bo'lsa, bitta mishalka, ikki komplekt apalavka qilib qo'ysa, bir kunda 300 ming, 400 ming kelib turar ekan. Uydagi xarajatlar uchun. Misol uchun o'zi ishlab topadigan pul yig'ilib sekin anaqa bo'lib turaveradi. O'zi bilasiz, uyda baribir chiqim bo'lmaydi, juda bo'lib ko'p pul ketib qoladi. Lesani hamma biladi, lekin hamma joyda har xil. Misol uchun bizda 3000 so'm, voha taraflarda 10 minggacha ham bor ekan. Shunaqa 10 minggacha. Endi biz shu pastroq variantini oldik. Qayerlardadir 10 ming, 5 ming, 6 ming o'shanga qarab hisoblanib chiqarib olaverasizlar. Agar mana shunday lesalar kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu ustakalarimizga aloqaga chiqsalaring ko'rib turibsizlar, ob'yom juda ham katta. Ranglarini faqat ko'klardan bormi aka? Ya asosiy rang shunaqa qilinadi, boshqacha ranglar ham bo'yab berilaveradi. Nostandart variantlarda bo'lsa, misol uchun meni lesam ajrab tursin desa, boshqacha ranglar qilib beraverasizlarmi? Belgilanib turadigan? Gap yo'q. Do'stlar, menimcha qo'ldan kelgan ma'lumotlar berdik. Agar qolib ketgan ma'lumotlar bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Bilan like bosib, gruppalarga tarqatib qo'yasizlar.